Assalomu alaykum qadrdonlar. Omon o'tgan sizlar. Azizlarimiz hozir Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidagi Chep mahallasidamiz. Hozir biz tashrif buyurgan joy Chep mahallasining mahalla guzari, ya'ni 15 dan ortiq xizmat ko'rsatish va savdo nuqtalari mana shu yerda joy olgan. Mana bu yo'llar esa toshlangan, asfalt qilinishga taraddud bo'lgan. Mana bu tomonda esa yo'l asfalt qilingan. Yangi asfalt. Chep mahalla fuqarolar yig'ini doirasidagi yo'l. Bahodir aka, hozir qancha qilinyapti yo'lni? Asfalt? Asfalt 1 kilometr 300. Asfaltlash ishlari bo'ldi. Umuman 1 kilometr 300 bo'ldi. Rejada qancha edilaringiz? Rejada asfaltimiz 4 kilometr 400. Demak, qolgani bundan keyin ishlar davom etadi. Chiroqlar o'rnatilgan, ha? Bahodir aka. Nechta chiroq, mana shunaqa chiroqlar o'rnatilgan? Ikkita chiroqni o'rnatilgan. Asosiy yo'limiz. Asosiy yo'lga. Bu quyosh yoritadigan. Yoritgichlar qo'yilgan. 86 reylashtirgan. Yaptılar asfaltı koyulmadı. Bunu bir suyut olamız yaptık. Sarık kılıp. Sarık mal olamızı. Normal bakır suyut. Suyut top çıkamız yaptık. Mana bu jobi tutashtiruvchi ko'prikka ham Chep mahallasiga siltab qo'yiladi. Mana bu tomondan jobi mahallasiga beriladi. Shunaqa keng ko'priklar, azablar, kanaqa deymizmi? Mana bu tomon esa Mo'minqul mahallasiga. Ko'rib turgan mahallamiz tashkil bo'lganiga 40 yil bo'ldi mana shu yangi mahallamiz. Mana ko'chalarida birortasida unday toshlanish, asfaltlanish degan narsa yo'q edi. Ana shu hurmatli prezidentimizning dasturi asosida
viloyat hokimimiz, tuman hokimimizning sa'y harakatlari asosida mana shu ko'chalarimizni ko'ryapsizlar. Qanchalik 40 yilda bo'lmagan ishlar amalga oshirilib, ko'chalarimiz ravon bo'lib, elimizning, xalqimizning farovonligi uchun juda katta ishlar qilinmoqda. Ko'ryapsizlar, bu juda el uchun, xalq uchun prezidentimizning qolaversa, viloyat hokimimizning, tuman hokimimizning harakati g'amxo'rligi asosida qilinadi. Mana bundan keyin ham elimiz uchun, xalqimiz uchun juda ko'plab ishlar qilinmoqda, obodonchilik qilinmoqda. Ko'chalarimiz ravon, yangidan mana suv yo'llari yaxshilanyapti, chiroqlar qo'yilyapti, qaytadan mana sim yog'ochlari almashtirilyapti. Buning hammasi xalq uchun, el uchun qilinayotgan prezidentimizning el uchun qilingan g'amxo'rligi deb bilamiz. Bilamiz agentligi mana tuman Agrobank boshqaruvchisi tomonidan homiylik asosida xurmo ko'chatlari berilyapti. Shu mahalla banklar agentliklar Agrobankka ham rahmat tumanga Akram Yoqubov oilalarga mana xurmo ko'chatlar Yosh parvarishlash kerakmi? bu xonaki emas, chetdiki yo'q, bu manadan o'zi qorini suv qilib, yaxshi chuqurlar, boyagi eksport buni endi xonadonlarga, boyagi kam ta'minlangan xonadon, ishsiz ayollar ro'yxatida turadigan xonadonlarga ektiryapti. 10 tub ektirib xonadonlarga mana shu eksport qurilmani nechta bor bu? bu yerda hozir bor 120 ta bor.